Farg'ona shahrining markazida yangi gift house do'koni ochildi. Videoni oxirigacha ko'ringlar, maza qilib olasizlar. Ketdik. Ushbu do'konda siz ofis, ishxona, uy, mehmonxonalar uchun bir-biridan chiroyli mana shunaqangi sun'iy daraxtlar topishingiz mumkin. Deyarli qish kirib keldi, lekin bu yerda bahorning atmosferasini beradigan daraxtlar ham bor ekan. Bu gullarni shunaqangi yasab qo'yishibdiki, haqiqiysi bilan birga-bir o'xshabdi. Do'konning ichi alohida mavzu. Bu yerda dunyodagi eng noyob narsalarni topishingiz mumkin. Do'konda shunaqangi bir-biridan ajoyib narsalar bor ekanki, bunaqa sovg'alarni yaqinlaringizga bersangiz, sizni bir umr esdan chiqarmaydi. Bu do'konga kirsangiz vobshe boshqacha emotsiya berar ekan. Ayniqsa Farg'onalik opa-singillarimizning eng sevimli do'koni bo'lishi aniq. Do'konga kirishga kiryapman, endi chiqib ketgim kelmayapti. Qanaqa go'zallik bu? Bu do'konga kirsangiz nafaqat go'zallik, bu yerda haqiqiy san'at asarlarini ham topasiz. Voy dod, hamma qariganda o'zini suyukli yori bilan shunaqangi qo'sha qarishi nasib qilsin. Kimga shunaqangi baxt tilasiz, o'sha odamga jo'natib qo'ying. Manzil Farg'ona shahrining markazi, Centrevista ro'parasida. Bundan tashqari kombinat va Farg'ona shahar bozorining ichida ham filiallari bor. Bu videoni kim shu do'konda narsa olib berishni xohlasangiz, o'sha odamga jo'natib qo'ying, o'zi chuvaladi. Katta.